Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'sha e'tirofi haqli edi. Ya'ni otamiz tilga juda ham qat'iy turardi. Haftalab o'ylanib yurib, o'sha hovlimizda aylanib yurib, o'ylanib shu bitta so'z chiqmayapti. Shu so'zni to'g'rilashim kerak, qalbiga tushish kerak. Tavba surasidagi bir joyida, qaysidir oyatida bir oyat bor edi. Hozir esimga kelmayapti ma'nosi, lekin uni shunday tarjima qilgandi otam. Boricha, yo'q holicha. Ozod Sharofiddinov. O'zbekiston qahramoni edi u kishilar. Shu bo'lsam, Alloh rahmat qilsin. O'sha inson bir suhbatda so'ragan ekanlar otamdan. Siz o'sha tarjimada bir go'zal iboralarni ishlatibsiz. Sizning so'zingiz boshqa narsa bu. Men hayron qoldim. Siz qayerdan oldingiz bu so'zni? Bu tilni qayerdan oldingiz? Deganda otam javob bergan ekan. Abdulla Qodiriydan oldim degan ekan. O'tgan kunlarda. O'tgan kunlarni otam juda ko'p o'qirdi. Juda ham ko'p o'qirdi. Har yili bitta o'qir ekan. Xotiralar haqida gaplashadigan bo'lsak, o'sha tarjima jarayonida ba'zi bir xotiralarni eslayman-da. Sababi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'sha e'tirofi haqli edi. Ya'ni otamiz tilga juda ham qat'iy turardi. Juda ham so'zga, ya'ni juda ham ehtiyotkor edi. So'zni men bilaman, masalan, bitta so'zni haftalab o'ylab yurgan. Bitta so'zni. Shuni tarjima qilib qo'yish mumkin bo'lgan. Uni biz qilib qo'yamiz-da, bu tarjimani. Lekin haftalab o'ylanib yurib, o'sha hovlimizda aylanib yurib, o'ylanib shu bitta so'z chiqmayapti. Shu so'zni to'g'rilashim kerak, qalbiga tushish kerak. Tavba surasidagi bir joyida, qaysidir oyatida Xudo suhbatda aytamiz bu narsani. Ya'ni bitta so'zni joyiga tushsin. Otamiz aytgan edi, o'sha yana bir oyat tarjimasida o'ziga tushirsa bittasiga misol keltiraman. Bir oyat bor edi, hozir esimga kelmayapti ma'nosi, lekin uni shunday tarjima qilgandi otam. Boricha, yo'q holicha. Ya'ni joyiga o'sha eng haligi nima deydi, uzukka ko'z qo'yish deydi-ku. O'sha joyga tushishligini nima o'sha bitta misol. So'z zargari bo'lishi kerak-da. Ana shu esimga tushdi. O'zim guvoh bo'lganman. Bir shoirada xuddi bir ko'zi timda topgandek xursand bo'lib, buni qarang. Nima? Eshiting. Siz menga keraksiz. Men sizga keraksiz. Qarang deydi. Endi u ijodkor uchun boru tuqqan bolasidayda, qarang so'zda. Yangi tug'ildi-da u so'z unga. Siz menga keraksiz, men sizga keraksiz deb qarang. So'z o'zgarmayapti, lekin ma'noni qarang, bu ma'noni. Uni quvonchiga sherik bo'lish uchun bu jarayonda bo'lish kerak va so'z zargari qanday bo'lish kerak-da. Endi o'sha ham shunga xursand bo'lgandan keyin bunga o'ylayveringda qanchalik xursand bo'linadi. Hozir so'zni bir qaytaringda. Ya'ni boricha, yo'q holicha. Ya'ni boricha harakat qiladi. Ehson qiladimi, yaxshilik qiladimi, boricha qilish kerak. Chunki borini ishlatish kerak imkon qadar. Yo'q esa yo'q ham boricha qilsin deyilmaydi-da. Yo'q, ya'ni kambag'al holicha. Holi qancha uni? O'sha holiga qarab ish qilsin. Ya'ni ko'rpasiga qarab oyoq uzatsin. Shu ma'nodagi gap. Shunga o'xshagan so'zga juda ham e'tiborli edi. Va bu narsaga guvoh bo'lgan, tan bergan va ko'targan inson bu o'sha ulug' yozuvchilarimizdan, ulug' tanqidshinoslarimizning eng ustozlaridan hisoblangan munaqidlardan Ozod Sharofiddinov. O'zbekiston qahramoni edi u kishilar. Shu bo'lsam, Alloh rahmat qilsin. O'sha inson bir suhbatda so'ragan ekanlar otamdan. Siz o'sha tarjimada bir go'zal iboralarni ishlatibsiz. Sizning so'zingiz boshqa narsa bu. Men hayron qoldim. Siz qayerdan oldingiz bu so'zni? Bu tilni qayerdan oldingiz? Deganda otam javob bergan ekan. Abdulla Qodiriydan oldim degan ekan. O'tgan kunlarda. Haqiqatan o'tgan kunlarni otam juda ko'p o'qirdi. Juda ham ko'p o'qirdi. Har yili bitta o'qir ekan. Qayta. Qur'onni endi har xil ta'sir qiladi. Ha, Qur'onni xatm qilinadi masalan har yili, masalan Qur'on o'qib chiqiladi, hadis o'qiladigan bo'lsa va albatta o'tgan kunlar har yili o'qiladigan kitob edi. O'sha namuxonasida kitob varog'i kelgan joydan qayirib qo'yib qo'yilgan holat ko'rardim. Kamayib qoladi, boshqa bo'ladi. Va o'tgan kunlarni tugatsangiz nima qilasiz desa, yana o'sha o'tgan kunlar boshdan o'qiyman dedi. Chunki men boshqa kitob topa olmayapman dedi. Boshqa kitob ko'rmadim o'qiydigan kitob. O'tgan kunlarni o'qinaman va har o'qiganda o'sha o'tgan kunlardan bitta ma'no olinadi.
asli qahramon Otabek emas, Yusufbek hoji edi u yerda. Keyingi safar demak mana bu qahramon aslida bu haqida ketyapti gap. Shunaqa narsalar bo'ladi va bu suhbatlarga sherik bo'ladigan o'tib ketishdi, Alloh rahmat qilsin. Men ustozim edi adabiyot bo'yicha O'tkir Hoshimov. Rahmatli. Va hozir mana tiriklari Alloh umrlarini uzun qilsin, ustozim Xurshid Do'stmuhammad. Va bular bilan o'sha suhbatlar davom etardi. Va hozir mana Shuhrat Rizayev, yana boshqa bir qancha Murod Muhammad do'st. Bular bilan shu suhbatlar davom etardi. Men unga u suhbatlar juda ham maroqli edi. Yoshligimdan, kichkinaligimdan. Masalan, uyimizda shu yozuvchilar, shoirlar o'tirish bo'ladigan bo'lsa, otam oldiga kelishadi, bir ziyofat qilishadi, mehmondorchilik o'tirishadigan bo'lsa, bahona qilib o'tirardim-da, eshitaman deb. Yosh, 7 yosh bolaman, 8 yosh masalan. Lekin menga o'sha qiziq edi, ko'chada bolalar bilan o'ynashdan ko'ra. Qanday baxt. Ha, o'tirib, yosh bolaga hamma narsa mumkin endi. Bu narsa to'kib yuborishing mumkin. Bu narsa yiqitib yuborishing mumkindir. Hali bir bachkana qilib qo'yishing, yo'q, qanaqa bo'lsa ham, lekin o'rtada quloqni tashalar ekan o'sha yerga. Qarang. Bu narsa buni majbur qilmasdi. Ha, otam masalan menga majbur qilmasdi, sen o'tirib eshitasan deb. Chunki majbur qilingandagi u maza emas-da. Inson o'zidan chiqish kerak bu narsa. Balkim ba'zi narsalar o'tgandir bizga, masalan menga o'tgan narsa o'sha o'tgan kunlar.